Matematikani 0 da o'rganamiz. Birinchi kun e'tibor beramiz. Birinchi mavzumuz sonlar va raqamlar. Matematikada raqamlarga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ko'rinishdagi sonlarimiz raqamlarga kiradi. Va sonlarimiz ustida turli xil ko'rinishlar bo'linadi. Ko'rib turibsizlar. Natural sonlar n harfi bilan belgilanadi. 1, 2, 3 va cheksizlikka qarab davom etib ketadi. Butun sonlar z harfi bilan belgilanadi va minus cheksizlikdan keladidan -1, 0. Bir de bir dona natural son bilan o'xshashlik tomoni birdan cheksizlikkacha sonlar, butun sonlar ham kiradi. Va irratsional sonlarimiz bular ildizdan chiqmaydigan sonlar bo'ladi. Ya'ni masalan ildiz osti 2 e'tibor beradigan bo'lsak, ildiz osti 2 1.41. Ya'ni takrorlanib ketadi, lekin har xil sonlar takrorlanib ketadi. Masalan, bu yerda 2, 3, 4 bu hokazo ketaveradi. Ildiz osti 3 1.73, bu ham xuddi shunday, ya'ni har xil sonlar takrorlanib ketadi. Bu yerda bir aniq bir qonuniyat yo'q. Shuning uchun bularni yana bir nomini mavhum sonlar deb aytadilar. Ratsional sonlarimiz, ratsional sonlar r harfi bilan belgilanadi va bular kasr ko'rinishdagi sonlarimiz hisoblanadi. Masalan, e'tibor bersak 3/7. Bu sonimiz ratsional son, 4/3 bu ham ratsional son hisoblanadi va bu yerda suratimiz z, ya'ni butun son bo'lishi mumkin. Mahrajimiz 0 bo'lmasa bo'ldi.